Bilasanmi Jota, hattoki futbol qirollari Pele va Maradona vafot etganda ham seni vafotingda kechalik qattiq qayg'uga botmagandik. Sababi bor, ularni biri 82 yoshda, biri 60 yoshda futbolda qiladigan ishlari qolmagan holatlarida vafot etishgandi. Senchi, endigina 28 yoshni qarshilagan holingda futbolda-yu, bir hafta oldin uylanib hayotda ham qilishing kerak bo'lgan ishlar juda ham ko'pligini shaxsan o'zing ko'rsatganding. Ammo na iloj, birgina Ispaniyaga safaring barchasiga nuqta qo'ydi, lekin buni biz ro'kach qila olmaymiz. Yozilgan taqdir har qanday holatda albatta keladi. Jota, seni muxlislaring qaytishingni so'rashyapti. Mayli ular rozi qolgan faoliyatingda ularni xushnud etmasang ham. Jota, seni portugaliyalik muxlislar qaytishingni so'rashyapti. Mayli ular rozi terma jamoa sharafiga gollar urmasang ham. Jota, seni Liverpool muxlislari qaytishingni so'rashyapti. Mayli ular ham roziki 7 metrlik darvozaga gollar ura olmasang ham. Lekin haqiqatki seni so'rayotgan har bir inson, shu jumladan biz ham qaytib kelmasligingni juda ham yaxshi bilamiz. Shunchaki senga ko'nikib qolganlar tufayli buni qabul qilishlari